Shuhrat aka boyoq kiyimi narxini bilmaydilar. Hozir borib so'raymiz, qancha pul deb o'ylar ekanlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli krossovka. Shuhrat aka, mana shu krossovka necha pul deb o'ylaysiz? Boshqa joylarda 300-350 ming, lekin bizda qancha? 100. Bilmasam, necha pul deb o'ylaysiz? 180 bordi. Dada? Yo'q. Pastroq ayting. Dada. 130. Men buni reels qo'yganimda rosa opa-singillarimiz bang'alatib yorishdi. Timmi, nima deydi, даже optimga ham so'rashdi, narxi buncha zo'r ekan deb. Ayting. Bilasizku, men shu opti narxlar qanaqa zo'rligini? 99 ming, Eng oxirgi aytgan narxingiz shumi? Shu. 99 ming emas qizlar, to'g'ri aytdilar. 150-180 minglik krossovka o'zi bu, lekin biz sizlar uchun 69 ming so'mdan chiqarib qo'yganmiz. Koreyskiy model juda chiroyli turadi oyoqda. Xo'p, bolajonim. Maza qilib kiyasizlar vasiylar. Zo'rmi o'g'lim? Xitoyiki. To'ppa to'g'ri, mana razmerlari ham bor. Nima qilsin o'g'lim, aytib qo'y.